O'zbekistonda oziq-ovqat narxlari yana oshib ketyapti. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna va like tugmachasini bosing va videoni oxirigacha ko'rishni unutmang. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda odamlar un, yog', go'sht, sut mahsulotlarining narxi keskin qimmatlashgani haqida shikoyat qilishyapti. Bozorda narxlar nega to'xtamayapti? Xalqni kim eshityapti? Bu savollar hozir har bir oilaning og'zida. So'nggi xabarlarga ko'ra, Toshkent, Andijon, Samarqandda ayrim do'konlarda un narxi bir kunda 10-15% ga oshgani kuzatildi. Go'shtning kilosiga 10-20 ming so'mgacha qo'shilgan hollar ham qayd etildi. Hatto oddiy yog', shakar kabi mahsulotlar ham oxirgi 2 haftada 5-10% ga qimmatlashdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarga esa ayrim bozorlarda odamlar bozorchi bilan tortishib, arzonroq narx so'rayotgani aks etgan videolar tarqaldi. Mutasaddilarning so'zlariga ko'ra, narxlarning oshib borishiga bir nechta omillar ta'sir qilmoqda. Jahon bozoridagi qimmatchilik, ichki logistikadagi qiyinchiliklar, quruqchilik sababli oziq-ovqat yetishtirish xarajatlarining oshishi, xomashyo narxining oshishi. Biroq ko'pchilik fuqarolar buni asosli deb hisoblamaydi. Davlatdan samarali chora talab qilyapti. Mening kuzatishimcha, ijtimoiy tarmoqlardagi eng ko'p savol: nega maosh oshmaydi, lekin narxlar hamon oshib boradi? Do'konlarda narxga narx qo'shilayotgani nazorat qilinyaptimi? Ayrimlar ehtiyojmandlarga yordam berish dasturlari qaysi darajada ishlayapti degan savolni ham o'rtaga tashlayapti. Ba'zi iqtisodchilar esa ichki ishlab chiqarishni kuchaytirish va bozorda raqobatni oshirish orqali narxlarni pasaytirish mumkinligini aytishmoqda. Do'stlar, siz nega narxlar tushmayapti deb o'ylaysiz? Bu masalani qanday hal etish mumkin? Izohlarda fikringizni yozing. Fikrlaringiz mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Biz sizni eng so'nggi ishonchli va dolzarb yangiliklar bilan xabardor qilib boramiz.